Assalomu alaykum, hurmatli anime sevuvchilari. Bugun sizlarga juda mashhur va bahsli anime Yulduzli bola Oshinoko haqida qisqacha gapirib bermoqchiman. Bu anime mashhur pop yulduzi Ai Hoshinoning sirli hayoti va uning ikki farzandining taqdiriga oid dramatik voqealarni hikoya qiladi. Ammo bu oddiy musiqiy yoki romantik anime emas. Unda xiyonat, qayg'u, hayot va o'lim kabi juda chuqur mavzular bor. Siz o'ylagandek oddiy hikoya bo'lishi mumkin emas, chunki birinchi epizoddayoq sizni larzaga soladigan voqealar ro'y beradi. Hamma narsa yorqin va chiroyli ko'rinishi mumkin, lekin aslida bu anime juda og'ir savollarni ko'taradi. Tomosha qilishga arziydimi? Ha, albatta, agar sizga hayotiy dramalar, kutilmagan burilishlar va kuchli syujet yoqsa, albatta tomosha qiling. Ammo yengil anime izlayotganlar uchun emas bu. Xulosa qilib shuni aytmoqchimanki, bu anime emotsional jihatdan kuchli va o'zbek tomoshabinlari orasida albatta mashhur bo'ladi. Agar qiziqib qolgan bo'lsangiz, ko'ring va kommentariyalarda fikringizni yozib qoldiring. Obuna bo'ling, like bosing va xayr, ko'rishguncha. Sizlar bilan Mommy Anime bo'ldi.